Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro mart oyida bo'lib o'tadigan FIFA Series musobaqasi oldidan yig'inga jalb etilgan futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Darvozabonlar: O'tkir Yusupov, Abduvohid Ne'matov, Botir Ali Ergashev. Himoyachilar: Rustamjon Ashurmatov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Muhammad Rasul Abdumajidov, Hojakbar Alijonov, Sherzod Nasrullayev, Behruzjon Karimov, Jahongir O'rozov, Farruh Sayfiyev, Muhammad Qodir Hamraliyev. Yarim himoyachilar: Umarali Rahmonaliyev, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov, Akmal Mazgavoy, Alisher Odilov, Otabek Shukurov, Azizjon G'aniyev, Odiljon Hamrobekov, Jamshid Iskanderov, Oston Urunov. Hujumchilar: Eldor Shomurodov, Igor Sergeyev, Sherzod Temirov. Kengaytirilgan ro'yxatdan o'rin olgan futbolchilarimiz: Jaloliddin Masharipov, Husniddin Aliqulov, Abbosbek Fayzullayev, Dilshod Komilov, Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Abdulla Abdullayev, Albek Davronov va Husayn Norchayevlar jarohat tufayli yig'inni o'tkazib yuborishi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 27-mart kuni Gabon, 30-mart kuni esa Venesuela terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Har ikkala o'yin Bunyodkor stadionida soat 19:00 da start oladi.